Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan do'stlar. Hozir shunday holatga bir göz tushib qoldi-da. Juda bir ikki dana eshakni so'yib ketganlar. Buni nishas so'yganlar buni qovurg'alardan shunday go'shtlarni ayirib olganlar. O'xshim professional ishlab tashlaganlar bunda. Eshakni kallasindagi go'shtlarni ham olib tashlaganlar. Mumkin emas yine. Yine ikki eshakni so'yganlar bu yine. Yine bu eshakning tuyoqlari yine. Bu go'sht yemek ham qo'rqib qoldik bu. Yine. Yine eshakning tuyoqlari yotibdi yine. To'lka suyak qon, go'sht bo'lsa shilib olganlar. Yine kelladagi suyaklar ham olganlar yine. Mumkin emas bu yine. Yine birdan bir kellar, ikki eshakning go'shti bu yerda. Bu qovurg'alari yine mumkin emas. 1 gram go'sht bo'lsa ham olganlar bunda qoldirmay. Nishasta bo'ladi endi bularni. Go'sht yemek ham qo'rqib qoldik-ku bu.